Qani hamma juft-juft bo'lib turib olsin-chi? Kelman bilan. Yaxshi. Hamma o'ziga juft topdimi? Nima? Miyamura, nimaga bitta o'zing turibsan? Bo'lla, qani kim Miyamura bilan birga turadi? Miyamura hech qachon. U juda ham zerikarli. U bilan gaplashmaylar. U juda ham zerikarli. Menga yoqmaydi. Bugun tajriba o'tkazamiz. Shu uchun 5 kishilik guruhlarga bo'lininglar. Xo'sh, sizga qo'shilsak bo'ladimi? Rahmat. Miyamura yana bitta o'zi qoldimi? U juda ham beg'am. Uni umuman tushunib bo'lmaydi. Voy, kimdir o'zinglarga qo'shinglar uni. Maktabda o'qish juda qiyin.